Iste'dodli dramaturg Sharof Boshbekov filmlarning ssenariysini yozish barobarida rejissyor sifatida ham ijod qildi. 1990-yilda esa unga Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti berildi. Sharof Boshbekov Mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Iste'dodli dramaturg Sharof Boshbekov 1951-yili Samarqandda dunyoga kelgan. Sharof Boshbekov adabiyotning qutlug' dargohiga 80-yillarning boshlarida qadam qo'ygan. Dastlab hikoya janrida o'z iste'dodini sinab ko'rgan. Sharof Boshbekovning G varianti, G'urur, Jumboq kabi hikoyalari yuzaga kelgan. Shundan so'ng uning rang-barang mavzudagi sahna asarlari yaratildi. Uning Temir xotin asari 1989-yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Maqsud Shayxzoda nomidagi yillik mukofotiga loyiq deb topildi. 1990-yilda esa unga Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti berildi. U Mehnat shuhrati ordeni bilan ham taqdirlangan.